Unaqa million yig'ib Qo'ymasmi? Pulingizni olyapsizmi aka? Pul qo'ymasmi sizga? Menga pul qo'ymas. Xudodan qo'rqmaysizmi? Xudodan qo'rqmaysizmi? Xudodan siz qo'rqing aka, men nimaga qo'rqaman? Zamon o'tdi, yil o'tdi. Cho'loq ehsonchilar ham zamonaviy bo'lib ketdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Iskandar. Hurmatli aziz do'stlar, bugun biz legendarni ko'plab kishining qalbini eritib, Sberbank kartachasidan daxoya pullarni ishilib olishga sababchi bo'lgan cho'loqlar haqida gaplashamiz dedik-ku. Ehson ham hozirgi kunda juda ham boshqacha bo'lib ketdi. Bomj, prostitutka, jalab, pidaras, konchini ублюдок odamlar kamayib ketyapti, chunki ularni ko'pini yig'ib davolab, sog'lab, bor nahoyada jalabligini qil, bomjligini qil, kutligini qil deb lechini qilib jo'natib beryapti. Aslida meni fikrim bo'yicha, sizlarning fikrlaringiz ham menga juda ham qiziq, tak что kommentariyada yozinglar. Ehson menimcha muhtoj bo'lgan insonlarga qilinadi, realni kerak bo'lgan insonlarga, o'sha narsaga minnatdor bo'lgan kishilarga qilinish kerak degan fikrdaman. Yana bir bor aytaman, fikringizni kommentariyada qoldiring. Oldinlari mana aslında Moskva, Rossiyada bo'lardi ehsonlar. Xudoga shukr, o'sha cho'laq ham, bomj ham, kasal ham, pidaras ham qolmadi. Hammasini davolab, bilet olib berib, uchirib yubordi uyga. Endi bilad, hozir yog'dan turib qilinyapti, uy qurib ber, obyekt qurib ber, shunaqa momentlari bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, realni kerakli insonlarga qilish kerak. Minnatdor bo'lgan kishilarga. Eslaringda bo'lsa bir haligi bor edi. Kampir bilan o'raydigan ina. O'lishga 82 kun qolgan bilan naxu imorat qurib, pizdes Toj Mahal qurib berdi. Xuiznim. Bizlaha жизнь plaha. Mana endi hozir TikTokda ko'rib qoldim. Ya'ni TikTokda syomka qilingan, Instagramda ko'rib qoldim. O'sha videoga obzor qilishga qaror qildim. Qani ketdik. Ehson namoyish etadi. Aziz do'stlar, bilasizlar, hozir reydlar va boshqa narsalar boshlangan, reyestr tuda-suda. Shuning uchun do'stlar, registratsiyani original qilish kerak. Buning uchun do'stlar, original registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Ishonchli registratsiya Moskvada. Alo, ketdik. San nafas olib yig'ish kerak-da. Hali kuni aytdik, bo'ldimi? Nafas olib, siz yo'lib beraman. Bu gandoncha shu tolgandan biri shu raddomda hali ham chiqqan yo'q bu. Balki bilmayman kim bilan qurvaqachada yotibdi. Nafas olib sal yiqqinda desa, nafas olmaydi, nima qilyapman dedi. Bu basharachani qaranglar. Yo'q, mana burot. Yaxti suvga tushgan tashoqchaday o'rga turishini biladi. Men degansiz. Mayli bermang. Men 250 ming yig'ib eshitib turing. Yesicha sizlar tushunmaydigan bo'lsalarim, bu yerda oldi bu yerda iliq qarz emas. Ehson pulini bergan va nedovolni bo'lib bergan. Shu haqida razbor ketyapti. Pizdets naxu. Abdurahmon akamni tortib kelib, men sizga tashlattirib berdim aka. Tashlattirib berdingizmi? Nima ustiga kulib tashlattirib berdingiz? Dalboyib tushakda yotganingdan keyin ustingdan kuladi, yoningdan kulmaydi-ku, jallab billaydi. Pizdets naxu. Mana. To'g'ri. Po'lat bo'ldi, yordammi? Bo'ldi, mushuk bo'ldi deb turib. Ismim Po'lat naxu bilan. Alimay qo'yyapti bilan. Titammi naxu. Katta raqam bo'ldi, turma qilyapsiz. Keyin arqimni gapiryapsiz. Buni gapingizni qilmay bo'lmasa menga. Ehson oladigan gandon bilan ehson bergan kishiga tosh otyapti. Gap qilma menga deb. Gandon pulni berganda naxu molcha yegin tamom biladi. Unaqa million yig'ib Qo'ymasmi? Pulingizni olyapsizmi aka? Pul qo'ymasmi sizga? Menga pul qo'yba. Ye. Farg'onadanmi deyman bu, ha? Batta unaqa bas, po'qo'y bas deyapti-da. Mana bundacha, maydacha. Ha? Tagingizni surishtiringlar bu gandoncha kim ekan bu? Mahalla qayerga qarayapti bilan. Hokimiyat qayerga qarayapti bilan. Menimcha bu kimdir 9-etajda sikishib gandonni otib bergan mashinchidan paydo bo'lgan bu bilan. Pidarascha bilan. Do'g'a ishini qaranglar buni bilan. Bo'lagi pul bersang qo'lingni tishlaydi deydi bilan. Yotishini qara buni bilan. Yamanday qochib bilan. Xudodan qo'rqmaysizmi? Pidaras biladi. Bu gandonni gapini qaranglar. Xudodan qo'rqmaysizmi dedi. Ahuyet. Xudodan qo'rqmaysizmi? Xudodan siz qo'rqing aka, men nimaga qo'rqaman? Men qo'rqmayman men. Gandonlik qilding, pidaras biladi. Pul bergandan keyin rahmat degin, tamom biladi. Bo'lmasa naxu so'rama biladi.
Men qo'yapman qiladigan ishimni aka. Tavba qilgin. Bekxonni ham duxini olganmi deyman, sinskiga cho'loqcha bilan aka deb gapiryapti borku. Pismiqcha gamondan ko'rpada turib ishni hal qilib yuboryapti borku jalab bilan. Xudoga qo'y men maqtman xo'p. Men maqtman. Nima oshkurchilik qilyapsiz aka? Yo'q edi-ku o'sha pul. Qasbi. Qutag'imni boshidagi pul pidaras bilan shu yegan pulinda bilan. Bu plascha bir kunlarga omskay deb o'zim buniki pastelni rejim narxi bajizda. Omskay unaqa qilib yana chiqib ertasiga ehson yig'ish. Bilet jinnixonaga aylanyapti borku TikTok. Kreditga to'laganmiz. Men sizga Gandon bu qaysi bank suka bunga kredit bergan bilan? Cho'loq bankmi nima uni inglizcha kasal bankmi? Qanaqa bank bilan? Tasavvur qilyapsizmi? Bank xodimlari kelyapti. Aka nima ish qilasiz deb. Gandon yotibman to'shayda pidaras bilan. Xutaq. Bu kim bunga kredit bergan? Voy jalab. Cho'loq bank. Sog'lom bo'lsangiz pashonlar qo'ying. Pizdets narxi. hozir kelib demasam anaqa pul beradiz yo'qsam aytib yozg'oniga chamchining ha desam endi nafas ol deyapsiz 200 machimisiz siz? Onangizga. Bu chista qurvaqachada bo'laga. Qurvaqa ham ikki xil bo'ladi, bilasizlarmi? Biri o'sha sholi polni ichida yuradi, bir tozagina bir yuvinib. Biri onangizga sasqicha bo'ladi. Bosvasi hidi chiqib ketadi onangizga pischa bilan. Ske bilan. Yo, yer kovlasang chiqib keladi onangizga. Yo, onaqa bilan. Men nimaga yig'layapsiz dedim. Bo'ldi bo'lmasa men ketaman bo'lmasa siz 200 keyin unaqa aqamni gap chaynab yurmayman uka aytib qo'yay. Rozi ham qilyapti Gandon. Bekxon uka agar moralniy yordam kerak bo'lsa chiq aloqa. Bir ikkita qurol yarog' berib yuboramiz. Otib kelasan sukani. Bang qilib. Yep bilan. To'g'ayishini qaranglar ular ham ehsonni pulini yeb ham panyatga beryaptilar qo'y. Men uka hukumatni qilyapman, hukumatni qilyapman. To'xtang. Pashol naq qo'ydim mana oxirida. Endi naq qo'ydim bilet. Voy bilan bizdets naq qo'y. Birinchi bana o'sha Rustam aka kanaldan chiqib ko'p narsani o'sha Rustam aka boshlagan. Rozigirishni ham boshladi. Bir bombcha bor edi. O'sha ismi nima edi, kim biladi? Ilgizdan oldingisi. Yo'q, bir bomj bor edi. Bir bola aka biladi. O'lmas akamidi, billat. Billat kim edi ya uni? Ehson qiladi. Bir bomj biladi. Irib ketgan oyoqcha, ichib biladi. Biz o'zbek xalqi yig'ib, o'zbek xalqiga bizlarga og'ir muzikacha bilan Sberbank bo'lsa bo'ldi-da. Qaymoqday ketadi-da u biladi. Hozir men shu turishimga ham shunday bitta og'ir muzika qilib Sberbankcha ham qo'yib qo'ysam pul tashiydi ko'rasiz. Ishonmanglar, onasini esim bilan katta ehsonchilar Sardor Rahmonlar ilon tashabalar. Bu hozir mana shu qo'yna bo'lib qolgan borku. Falshiy kanallar. Eng qizig'i mana ehson yig'iladi. Ba'zi bir blogerlarda, endi hammasi ham emas, aksariyati lekin o'zaligi ehson pulchasi ham qaymoqchada ketadi. Mana kasal bemor допустим tuzaldi deylik, Hindistonmi, Pokistonmi, Suriyami onasiga ketdi. U video o'chmaydi-da lekin kartaga tushaveradi. Bu Gandon bloger ham ko'rib xudo beryapti deydi. Pidaras bilan. Ha u ba'zi birlari bor o'lim ketgan bu. Ehson qiladigan haligi o'lgan u odam bilan operatsiyadan chiqmadi tirik. Lekin bloger nimaga haromni o'chirmayapsan desa, endi xotira ehson haligi
Bu 3 yildan keyin ham karta turaveradi, opisaniyasini ham almashaveradi. Xo'y biladi. Mana hozir Luboy Ihsonga kirsak, Luboy Ihsonga kiramiz. Ihson video. Qani onasini sizga biladi. Hojat qolmadi. Ko'rgan bo'lsangiz tinchlanib qoldi. Kelganingizda qanaqa yig'lagan. Ma'lumot uchun o'sha birinchi Madinaxonga shu xalqdan yordam so'rab kelganimizda uni holati hozir Ko'radi. 1 yil oldingi narxi. Qilolmaydi, hech narsani usholmaydi, hatto o'tira olmaydi ham. yaxshilar, xudo xolasa o'sha O'zbekistonda Toshkentda davolangandan keyin 1 yil oldingi. Bloger Instagram bir bola zaxirachasi yo'qmikan bularni bilaydi. 1 yildan beri mana opachayaligi pul yig'iladi. Onasini hech bundan uchun mana 6 kun oldin yozgan. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh shifo bersin. Xullas kelam nima demoqchi edim? O'zi bilan ko'rib narxi bilan yuraklar bijir-bijir bo'lib ketadi. Kurgom aldab sikish, naybat qilish, o'sha og'ir muzikacha o'sha xavfli chiqdi bor. Kim o'ylab topgan bo'lsa ham o'ta bir iflos odam ekan, shu og'ir muzikani o'ylab topgan odam. Luboy bomjmi, jalabmi, kutmi, og'ir muzika bilan shunday pul yig'dirib olsa bo'ladi. Nevajna u jamiyatga kerakli odammi? Nima uchun jamiyat uni qutqarish kerak? Nima uchun jamiyat unga uy qurib berish kerak? Jamiyatga nima foydasi bor desangiz, deydi, men nima deydi? Bu qurvaqachami? Eski Pokemoncha bilan. Bu endi xuyet qilishdan-da. Agar odam o'zini bilib, hurmat, izzat qilsa, biladi. Aksariyat shu yordamdan keyin shu ba'zi bir blogerlarni haligi voy sizdan Alloh rozi bo'lsin, sizga ming rahmat. Yo'q, birortasiga ham rahmat emas. Ular orqali pul ishlaydi. Endi tikinga desangiz, endi bu jinnilik bo'ladi. Juda katta jinnilik bular. Prosta tak tikinga bloger, ya'ni pul olmasa ham ba'zi birlar, aksariyati oladi. Monetizatsiya orqali, reklama orqali o'sha orqasidan pul qiladi. Agar unga hech qanday foydasi bo'lmasa, dinna qo'y deydi biladi. Всё. Men esa hozir sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' salomat bo'linglar, hamisha xushyor bo'linglar. Bunaqa chulaqcha, pischa, oyoqchasini beymaqcha qilib kelib yurib qilsa, chap oyoq bilan kutiga yugurib tep forsangiz, mana o'sha ham katta savob deb eshitganman. Bilmam naqo'y bilan. Hozir hamma tep yurmasin. Bozor bo'yicha deb mayli yana bilan bechora yuribdi biladi. Ana unda quyluqda biladi. Bozor bo'yicha teginmaylar axir. Bozor bo'yicha bizni nazoratda bir achgacha. Rachka bos, hali katta mashinalik bo'lasan sen hali. Seni buyuk loqlar kutyapti. Xayr. To'ylar muborak. To'ylar